Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz dasturiy vositalar va usullari, dasturlarning butun hayotiy sikl tushunchalari, tahlili va imkoniyatlari bilan tanishish. O'zi umuman olganda dasturiy vosita nima? Dasturiy vosita bu dasturiy ta'minotni yaratish, ishlab chiqish, sinash, qo'llab-quvvatlash va optimallashtirish jarayonlarini osonlashtiruvchi dastur yoki dasturiy tizimdir. Dasturiy vositalar dasturchilarga loyihani samarali boshqarish, kodni yaratish, sinovdan o'tkazish va bajarishni soddalashtirish uchun mo'ljallangan. Dasturiy vositalarning asosiy turlari bular IDE'lar, ya'ni Integrated Development Environment, ya'ni bu kod yozish, sinash va to'plash uchun qulay muhit bo'lib, ko'pincha avtomatlashtirilgan sinov vositasi, kod tahlili va versiya boshqaruv integratsiyasini o'z ichiga oladi. Buni nima deb tushunishimiz mumkin? Ya'ni bu IDE'lar bu IDE'lar bu bizlar dastur yozamiz, ya'ni Visual Studio, IntelliJ, PyCharm, Eclipse, mana shu dasturiy vositalar IDE'lar deb qo'llaniladi. Va keyingi dasturiy vositaning asosiy turlaridan yana birisi kompilyatr va interpretatorlar. Kompilyatr va interpretatorlar haqida yuqorida ko'rib chiqqandek, kompilyatyorlar yuqori darajadagi dasturlash tillaridagi kodni mashina tiliga tarjima qiladi. Interpretatorlar esa kodni qadam-ba-qadam o'qib chiqadi. Ya'ni bular C++, Java kompilyatorlari va Pythonda interpretatorlar qo'llaniladi. Keyingisi versiya boshqaruv tizimlari. Bular nimalar? Git yoki Subversion dasturlari. Bular nima vazifani bajaradi? Kodni turli versiyalarini kuzatib borish, bir nechta dasturchilarning hamkorlikda ishlashini ta'minlash va kod o'zgarishlarini nazorat qilish imkonini beruvchi dasturlar hisoblanadi. Va keyingisi avtomatlashtirilgan sinov vositalari. Bu nima vazifani bajaradi? Ya'ni koddagi xatolarni avtomatik ravishda aniqlash va dastur ishlashini sinash uchun ishlatiladi. Ya'ni har kod yozgan paytingizda u dasturni kodini avtomatik ravishda tekshirib boradi va sizga tuzatish uchun chiqarib beradi. Bunga misol qilib Unit G-Unit, ya'ni Java uchun maxsus ishlab chiqilgan va Selenium web sinovlar uchun va PyTest Python dasturlash tili uchun ishlab chiqarilgan avtomatlashtirilgan sinov vositasi hisoblanadi. Tuzuvchi va qadoqlovchi vositalar mavjud. Bular nimalar? Loyihalarni avtomatik to'plash, qadoqlash va bog'lovchi vositalar bo'lib, dasturlarni mustaqil paketlar yoki modullar sifatida yaratishga yordam beradi. Misol qilib Maven yoki Gradle, NPM JavaScriptda shularni ko'rsatish mumkin. Kod yozishni yengillashtiruvchi vositalar mavjud. Bular kodingizni sifatini yaxshilash va xatolarni aniqlash uchun ishlatiladigan vositalar hisoblanadi. Dasturiy vositalarning foydalari: bular samaradorlikni oshirish, xatolarni kamaytirish, hamkorlikdagi ishlarni osonlashtirish va tezkor joriy qilish uchun ishlatiladi. Samaradorlikni oshirish uchun kodingizni samarali yozish, to'plash va sinash uchun qulay muhit yaratadi. Xatolarni aniqlash va tuzatishni avtomatlashtirishda yordam beradi. Bir nechta dasturchi birgalikda ishlashini boshqarib beradi va loyihani tezkor sinovdan o'tkazish va yangilash imkoniyatini bizga taqdim qiladi. Dastur jarayonini boshqarish uchun turli usullar qo'llaniladi. Bular Agile, Scrum va TDD, Test Driven Development. Agile bu nima? Agile dasturiy ta'minotni kichik bo'laklarga ajratib, o'zgaruvchan talablar va takomillashtirishlarni inobatga olgan holda tezkor ishlab chiqish jarayoni hisoblanadi. Scrum esa Agile usulga asoslangan dasturlash metodologiyasi bo'lib, tezkor joriy qilish va qisqa iteratsiyalar orqali ishlab chiqishni tashkil qiladi. TDD, ya'ni Test Driven Development, avval sinovlar yozilib, so'ngra bu sinovlarga mos keluvchi kod yozadi. Ya'ni bu holatda oldin testlar yoziladi va xuddi shu testlarga to'g'ri keladigan dastur kod yoziladi. Ushbu vositalar va usullar dasturlash jarayonini samarali boshqarish va loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishga yordam beradigan jarayonlar hisoblanadi. Va dasturiy vositalarni ishlab chiqish paytida dasturiy ta'minotning butun hayotiy sikli tushunchasi mavjud. Bu nima? Dasturni ishlab chiqish jarayonini boshqarish uchun dasturiy ta'minotni butun hayotiy sikli, ya'ni Software Development Life Cycling
CDLS deb ham yuritiladi ayrim joylarda. Shunday tushuncha qilinadi. Buni oddiy qilib aytishimiz mumkin. Ya'ni dasturiy ta'minotni ishlab chiqish fikri bizni xayolimizga kelgan paytdan boshlab shu dasturiy ta'minotning yo'qolib ketgunicha, ya'ni umuman ishlatilmay, umuman shu dasturiy ta'minot yo'q bo'lib ketgunicha bo'lgan davr shu dasturiy ta'minotning butun hayotiy sikli deb yuritiladi. Ya'ni buni ta'rif beradigan bo'lsak, ya'ni dasturiy ta'minotni hayot sikli, butun hayotiy sikli dasturiy ta'minotni yaratish, rivojlantirish, sinovdan o'tkazish, ishga tushirish va saqlashning barcha bosqichlarini qamrab oluvchi struktura hisoblanadi. Bu jarayon tizimli yondashuv bilan loyihalarning sifatini oshirish, vaqt va resurslarni samarali boshqarish uchun mo'ljallangan jarayon hisoblanadi. Dasturiy ta'minot hayot siklining asosiy bosqichlari va imkoniyatlari mavjud. Bu bosqichlarni, demak, birinchi bosqichi talablarni yig'ish va tahlil qilish. Bu jarayonda dasturiy ta'minot maqsadi, foydalanuvchining ehtiyojlari aniqlanadi. Ushbu bosqichda dastur qanday funksiyalarni bajarishi kerakligi aniqlanadi va hujjatlashtiriladi. Demak, bu imkoniyatlari talablarni to'g'ri yig'ish, dasturiy ta'minot muvaffaqiyatli ishlashini ta'minlaydi, ishlab chiqish jarayonida o'zgarishlar va noaniqliklarni kamaytirish imkoniyatini beradi. Ya'ni buni oddiy qilib aytishimiz mumkin, talablarni yig'ish va tahlil qilish bosqichi bu bizga foydalanuvchi aynan qanday dasturiy mahsulot xohlayapti, ya'ni klient bizdan mijozimiz qanday dasturiy mahsulot xohlayapti, shu jarayon va bizga qanday nimalar kerakligini qanday dasturiy vositalar kerakligini yig'ib olishimiz, ya'ni bu jarayonni nima deb atasak bo'ladi, TZ yozish, ya'ni texnik zadacha yozish jarayoni deb ham ataladi ko'p hollarda. Ya'ni aniq maqsad qo'yib olinadi oldimizga. Dasturchi nima qilishi kerak? Backendchi, frontendchi, ma'lumotlar bazasini yozuvchi, dasturchi har biri nima ish bajarishi kerak, mijoz nima xohlayapti, har biri etapma-etap ko'rsatilgan holda yig'ib olinadi. Keyingi bosqichimiz bu loyihalash bosqichi hisoblanadi. Yuqorida yig'ib berilgan ma'lumotlar asosida dasturiy ta'minotning texnik tuzilishi ishlab chiqiladi. Ushbu bosqichda arxitekturasi, texnologiyalar va dasturiy modul komponentlari aniqlanadi. Demak, bu jarayonning imkoniyatlari nimada? Dasturiy arxitektura va dizayn to'g'ri tanlangan taqdirda loyihani samaradorligi va mustahkamligi oshadi. Kodlash va sinov bosqichlari uchun aniq yo'nalish beradi. Va keyingi bosqichimiz bu kodlash bosqichi. Albatta, bu bosqichda dastur kodlash orqali yaratiladi. Talablar va dizayn bosqichida olingan ma'lumotlar asosida dasturiy komponentlar dasturchilar tomonidan ishlab chiqiladi. Imkoniyatlarimiz bu bosqichda qat'iy kodlash standartlarini qo'llash, dasturiy ta'minot sifatini oshirish, qayta ishlatiladigan kodlarni yaratish vaqtni tejaydi. Bular albatta bu jarayon albatta IDE'lar, kompilyuterlar va debugging vositalar yordamida yoziladi. Va keyingi bosqichimiz albatta testlash bosqichi, sinovdan o'tkazish bosqichi hisoblanadi. Dasturiy ta'minotni ishlashi va talablarga mos kelishini tekshirish uchun sinovdan o'tkaziladi. Bu jarayonda dasturda xatolik aniqlanadi va tuzatiladi. Imkoniyatlarimiz bu bosqichdagi albatta sinovdan o'tkazish dasturdagi xatoliklarni erta aniqlab, ularni keyinchalik tuzatish xarajatlarini kamaytirishga yordam beradi va avtomatlashtirilgan sinov vositalari ishlab chiqish jarayonini tezlashtiradi. Va keyingisi, ya'ni ishga tushirish, integratsiya va tarqatish bosqichi. Sinovdan muvaffaqiyatli o'tgan dastur ishlab chiqarish muhitiga tarqatiladi va foydalanuvchilarga foydalanishga taqdim etiladi. Bu bosqichning imkoniyatlari dasturiy ta'minotni muvaffaqiyatli tarqatish jarayoni foydalanuvchilarni dasturdan samarali foydalanishiga yordam beradi. Avtomatlashtirilgan tarqatish jarayonlari, CI/CD tizimlari dasturiy ta'minotni yangilash va tarqatishni soddalashtiradi. Ya'ni Jenkins, Docker, Kubernetes, Ansible orqali amalga oshiriladi.
foydalanish va qo'llab-quvvatlash. Ya'ni bu dasturiy ta'minot foydalanishga topshirilgandan so'ng uni qo'llab-quvvatlash, texnik yordam ko'rsatish, xatolarni tuzatish va yangi funksiyalar ko'rish jarayoni boshlanadi. Ya'ni biz allaqachon mijozga dasturiy vositamizni, ya'ni topshirganimizdan keyin yuzaga keladigan texnik nosozliklarga texnik yordam ko'rsatish, qandaydir xatoliklar yuzaga kelsa ularni tuzatish yoki mijozimiz qandaydir bir yangi funksiyalar xohlasa ularni qo'shish jarayoni amalga oshiriladigan bosqich hisoblanadi. Bu jarayon bizga qanday imkoniyatlar beradi? Dasturiy ta'minotni uzluksiz yangilanishi va saqlash, uni barqaror ishlashini ta'minlashga yordam beradi. Mijozlarning yangi talablariga mos ravishda dasturiy ta'minotni tezda moslashtirish imkoniyati mavjud. Va albatta dasturiy ta'minotni hayot siklini modellarining turlari mavjud. Bular turli loyihalar uchun har xil CDLS modellar qo'llaniladi. Ular eng mashhurlari Waterfall modeli hisoblanadi. Mashhurlardan biri har bir bosqichni ketma-ketlikda bajariladigan klassik model. Bu jarayonda keyingi bosqichga o'tish uchun avvalgi bosqich to'liq tugallangan bo'lishi kerak. Ya'ni ketma-ketlikda bajariladi. Bir bosqich tugamasdan keyingi bosqichga o'tish mumkin emas. Bu modelimizning imkoniyatlari oddiy va aniq tuzilma, kichik va o'zgarishi ehtimoli kam bo'lgan loyihalar uchun yaxshi. Demak, kamchiliklari ham mavjud. Bu modelimizni o'zgarishlarga moslashuvchan emas, dasturdagi xatoliklarni kechikib aniqlanadi. Ya'ni bir jarayon tugamaguncha, keyingi jarayonga o'tmaguncha unda oldingi jarayonda bo'ladigan xatoliklarni aniqlashimiz albatta kechikadi. Va yana bitta modelimiz Agile modeli. Bu modelimiz tezkor va moslashuvchan model bo'lib, kichik iteratsiyalar orqali dastur ishlab chiqiladi va doimiy fikr-mulohazalar asosida rivojlantirib boriladi. Imkoniyatlari mijozlarning o'zgaruvchan talablariga moslashuvchan ishlab chiqish tezkor hisoblanadi. Kamchiligi katta jamoalar va murakkab tizimlar uchun boshqarish qiyin. Ya'ni bu modelni ishlatgan holda katta jamoa bilan dastur ishlab chiqilsa, bu holatda tizimni boshqarish murakkab hisoblanadi. Ya'ni bu dasturimiz qanchalik katta bo'lsa, jamoa qanchalik katta bo'lsa, bu modelda yozilgan dasturlar mijozlarni o'zgaruvchan talablariga moslashib keta olmasligi mumkin. Ya'ni bir mijozni o'zgaruvchan talabini qondirish uchun katta jamoani yana qaytadan safarbar etishga to'g'ri keladi. Va keyingi modelimiz V model bo'lib, bu model Waterfall modeliga o'xshash, lekin har bir ishlab chiqish bosqichiga mos sinov bosqichi ham mavjud bo'ladi. Imkoniyatlar har bir bosqichda sinovdan o'tkazilishi dasturning sifatini oshiradi. Ya'ni bu jarayonda nima bo'ladi? Waterfall modelimizda bir jarayon tugamaguncha keyingi jarayon boshlanmasda bu jarayonda nima bo'ladi? Birinchi jarayon boshlanganda shu jarayonga mos testlash ham yozilgan bo'ladi. Shu bir vaqtning o'zida xatosini aniqlash imkoniyatimiz bizda oshadi. Kamchiliklardan biri talablar o'zgarsa, modelimiz V modeli, ya'ni samarali bo'lmaydi. Va keyingi modelimiz bu spiral modeli. Spiral modeli takrorlanuvchi yondashuv bo'lib, har bir iteratsiya davomida risklarni tahlil qilish va dasturiy ta'minotni sinovdan o'tkazish amalga oshiriladi. Demak, bu jarayonimizni imkoniyatlari, risklarni boshqarish va murakkab loyihalarni bosqichma-bosqich rivojlantirishdan iborat. Kamchiliklarimiz esa xarajatlar va vaqtni nazorat qilish qiyin bo'lishi mumkin. Ya'ni bu jarayonda model takrorlanuvchi yondashuvi har bir iteratsiya davomida risklarni tahlil qilib borsa va albatta xarajatimiz ham vaqt jihatdan ham bizda boshqarishimiz ancha qiyin bo'lib qolishi mumkin. Va DevOps modelimiz bor. DevOps modeli ishlab chiqish va operatsion jamoalarni birlashtirishga qaratilgan model bo'lib, dasturiy ta'minotni tezkor rivojlantirish va uzluksiz yangilash imkonini beradi. Imkoniyatlarimiz tezkor integratsiya va doimiy yangilanishlar bilan dasturiy ta'minotning barqarorligini ta'minlaydi. Kamchiliklarimiz albatta texnologik jihatdan murakkab infratuzilmani talab qiladi. Albatta bu dasturiy ta'minotning butun hayotiy siklining afzalligi va kamchiliklari ham bor. Afzalligi va imkoniyat
imkoniyatlari bor. Afzalliklarimiz tartib va rejalashtirilgan bo'ladi. Sifat nazoratini doimiy ushlab turishimiz mumkin. Resurslarni tejashimiz mumkin va moslashuvchan, ya'ni Agile va DevOps modellarida dasturiy ta'minotni tezkor va samarali tarzda rivojlantirib borishimiz mumkin. Tartib va rejalashtirish jihatdan esa dasturiy ta'minot butun hayotiy sikli dasturiy loyihani har bir bosqichini aniq rejalashtirish va tartibga solish imkoniyatini beradi. Sifat tomonida esa har bir bosqichda sinov jarayonlarini mavjudligi dasturiy ta'minot sifatini oshiradi. Resurslarni tejashda esa dasturiy ta'minotni hayot sikli jarayonlari orqali vaqt va resurslarni samarali boshqarish, dasturdagi xatoliklarni erta aniqlash va tuzatish xarajatlarini kamaytirish mumkin. Bu mavzumizda aytib o'tadigan ma'lumotlarimiz shular edi.